Assalomu alaykum aziz vatandosh aka-ukalarimiz. Sankt-Peterburg, Moskvadan, xudo xolasa O'zbekistondan odam olamiz O'zbekistonga aka-ukalar. Mana shofir akamiz yetib kelgan. Mana Rossiya shahardamiz. Shofir aka, qachon keldingiz aka? Hozir yaqinda keldim. Hozir keldingiz, yetib keldingiz. Moskva shahrida turibsiz aka. Sankt-Peterburg, Moskvadan odam olasizmi? To'g'ri bo'lmasa nechta odam bilan yurasiz aka? 5-6 odam bilan aka. Nech pul olasiz aka? O'zbekistonga 5 so'm. Prямо esa aka, tamojni qaysi tamojdan kirib keldingiz O'zbekistonga? Sagarchindan yana Moskvaga kelgan akamiz. Ekranimizda nomerlar bemalol обращаться qilaverasizlar. Shu akamiz O'zbekiston nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol обращаться. Qalay keldingiz aka? Yaxshi keldik, malades, zo'r. Yaxshimi? Qiynalmadingizmi yo'llarda? Qiynalish yo'q aka. Necha kun yetib keldinglar? Bugun 3-chi kun, ha? 3-chi kun. Kak paloshni yo'llarga kelib yana Gasnisalarga mehmon qildilar aka, zakonni kelgan. Hamma yo'qqa aka-ukalar, bemalol обращаться qilaverasiz. Mana ichki salonlarni ham ko'rsatsa, eshikni ochib qo'ying. Hali ichki salonlarni ham tomida bagajlarimiz taq akalar. Oching eshikni. Mana ichki salonlari. Bemalol обращаться qilaverasiz. Ishonchli nomerlar qo'yib qo'yamiz. Har xil pasportni, mashinani o'rta yoshlarga aldanib qolmanglar aka-ukalar. Bespasli, ishonchli nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasiz aka-ukalar. Shormat akamiz o'zi собственный водитель nomerlar Surxondaryoga boramiz. Oxirgi manzilga aka-ukalar. Voqea ketadi aka-ukalar, Toshkentga ketadi aka-ukalar, bemalol обращаться qilaylar. Через O'zbekistonni Toshkent Qoplonbekdan o'tamiz. Prямо Surxondaryoga yetib boramiz. Samarqand, Jizzaxlarga ketadigan, Buxoroga ketadigan aeroportda bemalol обращаться qilaylar. Tanlovda adashmanglar aka-ukalar. Bespasrendniy. Ishonchli nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol обращаться qilaverasiz. Like, подписка bo'lishni unutmanglar aka-ukalar.